bor. Qinni o'zini mikroflorasi bor. Uni buzgandan keyin, baryer buzilgandan keyin retsidив beraveradi, asorat beradi. Kistalar, qorin bo'shliqida spaykalar, onkologiya, eroziya, trubalardagi gidrosalpingislar nimadan kelib chiqyapti? Xalqimiz baribir o'z boshimchalik bilan davolanib, aptekachilardan konsultatsiya olganligidan kelib chiqyapti-da. O'shaning uchun bu narsani o'sha to'xtatish kerak. Chunki asorat juda ham ko'p. Kista yorilganini, truba yiringlaganini ko'rmayapti bu aptekachilar. Mayli, insof o'zligiga bersa. 25-noyabr dedingizmi? Yigirma hafta. Ismi bo'lmadi umuman. Yo'talchi. Do'stni beraman. Tabletka beraman. Ceftriaxonsiz.